Yov mushuk qishda o'lmoqchi. Alayda qo'g'dalgan bu jilg'ida balkim yov mushukning ta'li kelishi mumkin. Atrof shuncha sovuq, ammo bu daryoda muz tutmaydi. Chunki uning suyi Yanardog'ning issiq bulqidan eqib kelgan. Bu buloqning suyi daryo suyining temperaturasini atrofdagi muhitning temperaturasiga solishtirganda 50 gradus yuqori holat saqlaydi. Och qolgan barcha hayvonlar oziqlik izlash uchun bu yerga keldi. O'ljini qandoq tutishni bilgan hayvonlar uchun bu daryo butun qish yemaklik bilan to'lgan. Bu yerda hatto yov bo'rmi usta beliq tutqichiga aylanib qoldi. Biroq putlarini ho'l qilib ko'nmagan yov mushukka nisbatan bu yerda o'lash biroz qiyinga to'xtaydi. Şunu o o'lmoqchi bo'lgan nishonni nihoyatda astoydillik bilan tanlash kerak. Oltin ko'z o'rdak. Ammo mushuk uningga tuyuqsiz hujum qilishga yetarli yiqilisha olamdi yo'q. Daryo suyidan ko'tarilgan issiq o'rlar atrofdagi daraxtlarni ham illatib turdi. Shu sababdan daraxt shoxlari ustidami o'ljilar bo'lishi mumkin. Agar yov mushuk daraxtga o'ljini tutmoqchi bo'lsa, az bo'lgandimi 6 metr egizlikka yomishish kerak. U oxiri kichik bir tiyinga erishdi. Garchi tiyin ancha cho'ng o'lji bo'lmasa-mu, mushukning hayotini qisqa muddat bo'lsa-mu saqlashga yordam qila oladi. Qishning sovuq paytlarida bu tog'larda hayot qilish uchun qaysar ruhga ega bo'lish kerak.